akalar buni katta bo'lsam bizon bo'laman deyapti-yu. 21 million 700 ga mana shu baraka bo'libdi. Arziydimi yo'qmi? Endi bu hozir kichkina turishini ko'ryapsizlar. Katta bo'lgandagi holatini endi tasavvur qilaveringlar. Hozir men baland joydaman. Bu molxonasi past joyda ekan. Mana turishiga bir baho beringlarchi. 21 million 700 ga baraka bo'lgan. Bu yoqdagi mollardan Greenford bu ham. Olaman degani ko'proq olsa yutadi aslida. Chunki ko'p olganda bularga o'lkira arzon tushadi. Shuni hisobiga sizlarga molni soni ko'paygani sari molni o'zini puli, narxi tushib boraveradi. O'zi hamma joyda ham optimga boshqa narx aytiladi. Buni bitta olibdi, lekin 21 million 700 ga olibdi. Mana bu kim kasallik oladi bu molni? Sog'ligini ko'ryapsizlar-ku. Endi kim kelsa shunaqa bitta olsa ham ishi bitaveradi, Greenfordlarda. 10 ta olaman deganda ham ishi bitaveradi. Baraka bo'lgandan ham qo'yapmiz sizlarga, shtobi bu hali primer bo'ladi-da, sizlarda taxmin bo'ladi. Manchaga maynaqa mol olsa bo'lar ekan degan. Niyat shu. Bo'lmasa hozir buni egasi keladi, olib ketadi aslida. Bo'ylari 1.20. Biz hozir baland joyda turganimiz hisobiga pastga tushib olib berishga harakat qilaman hozir. Molni yonidan ko'raylik. Sizlarda kelgan bir taxmin bo'ladi. Shu pulimga shunaqa mol olsam bo'lar ekan degan. Chunki bizni kuzatib borayotganlar hammasi ham hozir olaman deyotganlar emas, ishqibozlari ko'p. Ishqibozlari bilsinki, hozirgi narxda. Bizning niyatimiz ham shu. Bir halol kasb bo'lgan chorvachilikda olib chiqyapmiz. Xalq foydalansin, olsin, narxni bilsin. Biz orqali hech bo'lmasa chorvaga qiziqqan odam narxini bilsin. Ana hoji aka chorvaga qiziqyapsizmi? Chorvalarning narxini bilib turishingiz mumkin, xudo xolisa. Balki hozir sharoit yo'qdir. Lekin Alloh nasib qilsin. Shunaqa yugurib yurgan Greenford semental zot-tormolardan olishga Alloh nasib qilsin hammamizga. Kuchiga nechi? Bu mana bitta tovuq tashlab qo'yishganiga shuni kuylab yurar ekan bular.